Sen tavfiqli odammisan? Birinchi alomati iymon, islomda bo'lishi. Ikkinchi alomati ilmga bo'lgan rag'bat bo'lish kerak sizda. Agar ilmga qiziqish bor bo'lsa, demak tavfiqning ikkinchi alomati bor. Uchinchi alomati savobli amallarga muvaffaq bo'lishlik. 5 mahal namoz o'qiysiz, qoldirmaysiz. Allohning tavfiqini belgisi bu. Chunki hamma ham o'qiy olmayapti. Ramazonda bir kun qoldirmasdan ro'zangizni tutasiz va bir kun qoldirmasdan taroviga kelasiz. 8 rakatda chiqib ketmaysiz. Bu ham tavfiq. Nafl amallar, zikrlar, Qur'on tilovati, istig'for. Mana shu zikr ham Allohning tavfiqi bo'lmasa ayta olmaysiz. Ha, zikrni 1 oy, 2 oy domlangiz majbur qiladi aytasiz. Bu narsani, shuni mazasini totib olganingizdan keyin, Allohdan tavfiq kelgandan keyin zikrni aytmagan kuningizni nuqsonli kundek his qiladigan bo'lib qolasiz. Quduqlar qazish, masjid madrasalarda bino qilish, yetim yesirlarda boshini silash, xayrli amallarda qoyim bo'lish, haloyiqqa foydali bo'lish, jamiyatga foydali bo'lish ham tavfiqi bor odamda bo'ladi. Sen tavfiqli odammisan? Birinchi alomati iymon va islom, ikkinchi alomati ilmga bo'lgan qiziqish, rag'bat, uchinchi alomati savobli amallarga muvaffaq bo'lishlik.